Xalqaro vaziyat va Uyg'ur da'vosi. Avtori Doktor Mamtimin. Puli barning gepi o'ng, puli yo'qning gepi to'ng bo'layotgan bugungi dunyoda biz qanday qilib ham boshqalarning bizga bo'lgan hissdoshligini qo'zg'ab, ularning yordamiga erisha olamiz, ham boshqalarning o'yiniga kelmay, ba'zi davlat va ba'zi insonlarning shaxsiy manfaatining qurboni bo'lib ketishdan saqlana olamiz. Bu hammamizning o'ylab beqishiga tegishli muhim masala. Men garchi uzundan beri bu jihatda bir narsa yezishni o'ylagan bo'lsam-mu, biroq men o'z kasbim bo'lmagan temaga kirib, yozmamning bir taraflimilik bo'lib qolishidan va boshqalarga xato tushuncha berib qo'yishdan andish qilib, bu o'yimdan voz kechgan edim. Әмділікті болса, qat'iy irodaga kelib, bu jihatda o'ylaganlarimni yezib, boshqalarning bu masalaga bo'lgan diqqat e'tiborini qo'zg'ash qaroriga keldim. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Sovet ittifoqi parchalanib, O'rta Osiyodagi Turkiy Jumhuriyatlar mustaqil bo'lgandan keyin Xitoy hukumati xalqimiz ichida o'yg'ongan va bosh ko'targan insonlarimizni bo'lgunchilik bilan ayblab, ularni bostirib kelgan edi. 2001-yildagi 11-sentabr voqeasidan keyin Xitoy hukumati bizning musulmon bo'lganligimiz sababidan xalqaroliq terrorizmga qarshi urushdan foydalanib, qarshilik ko'rsatganlarni diniy radikalchi, islomiy terrorchi va bo'lgunchi degan jinoyatlar bilan ayblab, xalqimizga qattiq qo'l siyosatlarni qo'llanib kelgan. Yaqinqi bir necha yildan buyon Xitoy hukumati o'zining xalqimizga qaratgan qattiq qo'l siyosatlarini texmi chekidan oshirib, diniy radikallikni yo'qotish va kasbiy tarbiyalash nomi bilan millionlagan insonlarimizni turma va lagerlarga solab, ularni yo'q qilishga urinmoqda. Navbatda bizning da'vo va xalqimizning taqdiri demokratik tuzumdagi g'arb davlatlari, diktatorlik tuzumdagi Xitoy hukumati va islom dunyosidan iborat uch burchakning orasiga qistirilib qolmoqda. Biz o'zimizning insoniy va egilik haq-huquqlarimizni qo'g'dash uchun bir tarafdan demokratik tuzumdagi g'arb davlatlarining qo'llab-quvvatlashiga va yordamiga ehtiyojli bo'lsak, yana bir tarafdan o'zimizning diniy ittifoqligimizni qo'g'dash uchun islom dunyosi va musulmon qarindoshlarning qo'llashiga ehtiyojli bo'lib qelyapmiz. Bir tarafdan Xitoy hukumati islom dini va musulmonlarning g'arbdagi salbiy ta'sirdan foydalanib, bizga diniy asabiylik qalpig'ini kiydirib, bizni diniy radikalchi va islomiy terrorchi qatorida qattiq bostirmoqda. Yana bir tarafdan biz o'zimizning diniy radikalchi va islomiy terrorchi emasligimizni ta'kidlab, da'voyimizni g'arbda taraqqiy qildirish uchun tirishchanlik ko'rsatmoqdamiz. Biz bir tarafga qarasak, Amerika boshliq demokratik tuzumdagi g'arb davlatlarining Xitoy hukumatining xalqimizga yurgizayotgan siyosatlariga qarta kuchli tanqidlari, yana bir tarafga qarasak, musulmon davlatlarining Xitoy hukumatining xalqimizga yurgizayotgan siyosatlariga ko'z yumishi, hatto u siyosatni madiylashlari. Biz bir tarafga qarasak, xristian qatorliq boshqa dindagilarning bizga bo'lgan hissdoshligi va islom dunyosiga, musulmonlarga bo'lgan salbiy qarashlari. Yana bir tarafga qarasak, musulmonlarning bizga bo'lgan hissdoshligi va g'arb dunyosi, xristian qatorliq boshqa dindagilarga bo'lgan salbiy qarashlari, gumonlari, hatto
o'chmanligi. Biz hozir haqiqatanmi mana mushundaq uch burchak orasiga qistilib qolishdan iborat murakkab bir ahvolda qolmoqdamiz. Pav tadqiqot markazi musulmonlar bilan g'arbliklarning munosabati to'g'risida bir raysinash elib borgan bo'lib, bu raysinashga o'xshamagan davlatlardan har xil kishilar qatnashgan. Raysinashning natijasiga asoslanganda mayli g'arbliklar yoki musulmonlar bo'lsin, ko'p sondagi kishilar musulmonlar bilan g'arbliklarning munosabati nachar deb qarshidi ekan. Mundaq ahvol ostida bizning ham g'arb davlatlarining, ham islom davlatlari va musulmonlarning qo'llashiga erishib, dushmanga qarshi davoni o'zimiz umid qilgan yo'sinda ravon elib mengishimiz uncha oson bo'lmasa kerak. Xalqimiz tahdid ostida qolgan bundaq bir hayot mamotlik murakkab mazgilda agar biz sal diqqat qilmasak, qitiq ichgan qutulibdi, qachi yolg'on tutilibdi degandek ish bo'lib, oxirida ziyon tortgan biz bo'lib qolishimiz mumkin. Shu sababdan biz alohida sezgur bo'lishimiz kerak. Boshqalarning o'yiniga kelmasligimiz, ba'zi kichik foydalarni deb millatning taqdiriga ta'sir yetkazadigan ishlarga chetilib qolishdan saqlanishimiz kerak. Sri-Lankada yuz bergan terrorlik voqeasidan keyin bu voqelikni bana qilib Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan qattiq bostirish siyosatini diniy radikallikni azaytishning unumlik usuli deb madilaydiganlar o'ttirg'i chiqmoqda. Bizning undaq ko'z qarashdikilarni Xitoy hukumatiga setilganlar deb ularni inkor qilishimiz, boshqalarning bizga bo'lgan salbiy qarshini azaytishga yordami bo'lishi notayin. Boshqalarning bizga qandaq qarshi yolg'iz ba'zilarning bizni qandaq tashviq qilishiga bog'liq bo'lib qolmasdan, eng muhimi bizning nima qilishimizga va ba'zi sezgur masalalarga nisbatan qandaq pozitsiyada bo'lishimizga bog'liq. Xalqimiz navbatda duch kelgan hayot mamotlik bu krizis hargizmi yolg'iz diniy e'tiqod masalasi bo'lib qolmasdan, u eng muhimi xalqimizning milliy mavjudlik masalasi. Albatta, diniy e'tiqodimiz bizning hayotimizning muhim bir tarkibiy qismi. Diniy e'tiqodimiz bizning milliy madaniyatimiz va milliy kimligimizni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, agar biz bu krizisda mag'lub bo'lsak, tahdid ostida qolgani va vayron bo'lgani islom dini bo'lmasdan, balki bizning milliy kimligimiz bo'ladi. Chunki butun dunyoda islom diniga e'tiqod qiladigan nurg'unlagan millatlar bo'lib, ular dunyoning hamma yeriga taralgan. Musulmonlarning umum nufusi 1.8 milliard bo'lib, hozirgi dunyo nufusining 24.1%ni egallaydi. Aytishlarga qaraganda, hozir musulmonlar nufusining ko'payish nisbati eng tez bo'lib, 2060-yilga borganda 3 milliardga yetib, dunyo nufusining 31.1%ni egallaydi ekan. Biroq Uyg'ur millati faqat birla bo'lib, ularning mutlaq ko'p qismi vatanda yashaydi. Agar vatanda madaniyatimiz va milliy kimligimiz vayron qilinsa, islom dini emas, balkim butun millatning taqdiri og'ir darajada tahdidga uchraydi. Islom dini tinchlikni targ'ib qiladigan bir din. Islom dini hargizmi terrorlik targ'ib qiladigan din emas. Terrorist u mayli kim bo'lsin va nima sababdan terrorlik qilsin, u hamon terrorist. Biroq hozirgi masala, mayli biz xohlayli yoki xohlamayli, biz qabul qilayli yoki qilmayli,
dunyoning musulmonlarga bo'lgan qarshining salbiy ekanligi. U bir haqiqat. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, dunyoda eng ko'p beguna insonlarning behuda o'lib ketishiga sabab bo'lganlar musulmonlar emas. Birinchi va ikkinchi dunyo urushini qo'zg'aganlar musulmonlar emas. Koreya urushini, Vyetnam urushini, Iroq urushini qo'zg'aganlar musulmonlar emas. 1995 yil 4-ayning 19-kuni Amerikaning Oklahoma shahridagi federal binosini portlatib, 168 odamning o'lishini va 680 odamning yordar bo'lishini keltirib chiqargan terrorist musulmon emas. Mayli Suriya, Iroq, Afg'oniston, Pokistonda bo'lsin va yoki dunyoning boshqa davlatlarida bo'lsin, terrorlikning eng cho'ng qurboni musulmonlardir. Ammo ba'zi musulmonlar va yoki ba'zi o'zini musulmon sanaydigan insonlar Amerika qatorliq g'arb davlatlarida terrorlik qilib, nurg'unlagan begunoh insonlarning o'lishini keltirib chiqarishi ko'z yumg'ili bo'lmaydigan bir haqiqat. Undaqda nima uchun islom dini va musulmonlar terrorlik bilan bog'lanib qoldi? Bu bir murakkab masala bo'lib, musulmonlar bilan g'arb va boshqa dindagilar orasida o'zaro tushunmaslik va o'zaro ishonmaslik uzundan beri davom qilib kelgan masala. Har qanday bir insonga nisbatan boshqalarning nazaridagi obrazini va ishonchisini yo'qotmoq oson. Biroq boshqalarning nazarida shakllangan xato qarashni va ishonmaslikni o'zgartmak uncha oson emas. Pav tadqiqot markazi elib borgan raysinashqa o'xshamagan davlatlardagi musulmonlar qatnashgan bo'lib, ko'p sondagi musulmonlar 11 sentabr voqeasini arablar keltirib chiqarmagan deb qaraydi ekan. Pav tadqiqot markazi elib borgan o'xshamagan davlatlardagi musulmonlarning g'arbliklarning ayollarni hurmatlashiga va g'arbliklarning musulmonlarning ayollarni hurmatlashiga bo'lgan qarshi to'g'risidagi rayisnash natijasiga asoslanganda, g'arbdagi musulmonlar bilan musulmon davlatlardagi musulmonlarning g'arbliklarga bo'lgan qarshida cho'ng farq bo'lib, g'arbdagi musulmonlarning ko'p qismi g'arbliklarni ayollarga hurmat qiladi deb qaraydi ekan. Biroq g'arbliklarning ko'p qismi musulmonlarni ayollarga hurmat qilmaydi deb qaraydi ekan. Ba'zilar g'arb matbuotlarining islom dini va musulmonlarni burmilab tashviq qilishi sababidan islom dini va musulmon terrorlik bilan bog'lanib qolgan deb qarshidi. Biroq biz o'zini musulmon deb olgan ba'zi insonlarning badaniga bomba tengib, o'zini portlatib, begunoh insonlarning o'lishiga sabab bo'lganda Allahu Akbar deb vaqirishining boshqalarga bergan salbiy ta'sirini hargiz nazardan saqit qilmasligimiz kerak. Allahu Akbar degan bu so'z asli Allah ulug' degan ma'nodagi bir so'z bo'lsa-mu, biroq o'zini musulmon deb olgan bir qism insonlar bu so'zni terrorlik bilan birga ishlatib, islom dinining terrorlik bilan bog'lanib qolishida cho'ng rol o'ynagan. Men ishonamanki, Allah hech kimga o'z nomini qo'llanib odam o'ldirish huquqini bergan emas. Hech kimning Allah uchun birlarini jazolash va yoki o'ldirish huquqi yo'q. Suriyada Daesh, ya'ni islom davlati o'tirg'i chiqqandan keyin Daeshlarning kamera oldida insonlarni qo'yni qurbonlik qilgandek Allahu Akbar deb bo'g'izlishi. Mening kichik chig'imda ba'zi shundoq so'yinib anglaydigan
bu Allahu Ekber sözüge bolgan qarışımga belgilik ta'sir ko'rsatgan edi. Shuningdan e'tiboran men har qatim Allahu Ekber degan so'zni anglasam, qo'lidagi pichoq bilan bir insonning bo'ynini bo'g'izlayotgan bir jallod va bo'ynidan qon eqiyotgan u odamning chiroyi ko'z oldimda ko'ringan bo'lib qolgan edi. Allah haqiqatan ulug'. Allah shundoq ulug'kan, uni har yerda ta'kidlab yurish zarurmi? Qo'y kalini qurbonlik qilganda Allohu akbar desak, jamoatni namozga chaqirganda va namoz o'qiganda Allohu akbar desak, terrorchilar o'zini portlatish xarakterlik vaqa paydo qilib, begunoh insonlarni o'ltirgandimi Allohu akbar desa, biz g'arb davlatlarida Xitoy hukumatiga qarshi namoyish qilgandimi Allohu akbar deb vaqirash haqiqatan zarurmi? Pəv tədqiqat mərkəzi elib bağan, oxşamagan dövlətlərdəki musulmanlarning özünü öldürüveliş xarakterlik, zoravallik vaqəği bolğan pozisiyası toğrısıdaki rəy sınashning nəticəsiga asaslanganda, oxşamagan dövlətlərdəki rəy sınashqa qatnaşqan 7%-dən 29% aralığındakı musulmanlar zoravallik vaqa arqılıq başqalarını öldürüb İslam dinini qoğdığılı buludu deb qaraydı ekan. Ammo ko'p qismi zoravallik vaqa arqılıq başqalarını öldürüb İslam dinini qoğdığılı bo'lmaydi deb qaraydı ekan. Sami Istagman apandi bo'lsa, 2-chi dunyo urush mezgildagi cho'ng irqiy qirg'inchilikdan hayot qolgan Yahudi bo'lib, men uni tunji qatim 2019-yil 2-oyning 5-kuni Yahudi o'quvchilar tarafidan Nyu-Yorkda uyushtirilgan Uyg'urlarni qo'llab Xitoy hokimiyatining vatanimizda yurgizayotgan siyosatiga qarshi namoyishni ko'rgan edim. Sami Istagman apandi 2019-yil 4-oyning 6-kuni Washington shahrida o'tkazilgan namoyishga qatnashqili borgan ekan. Namoyishdan qaytishimda Nyu-Yorkka birga qaytib keldik. U kuni qatnash to'slab qilish sababidan yo'limiz faqat olmagan edi. Odatda 4-5 soat mangdigan yo'lni garchi 7 soat mangan bo'lsaqmi, biroq bu 7 soat uncha zerikishlik bo'lmadi. Sabab yo'lda kelgicha Sami Istagman apandi bilan nihoyatda qizg'in suhbatda bo'ldik. Sami Istagman apandi Romaniyada tug'ilib o'sgan bo'lib, yo'lda kelgicha o'z kechirmishlarini, o'zining kommunistik tuzumga bo'lgan qarashlarini, Yahudilarning o'z davosini dunyoga qandoq anglatganligini va Yahudilarning o'z kimligini saqlash uchun ko'rsatgan tirishchanliklarini so'zlab berdi. Oxirida u musulmon to'g'risida to'xtalib, agar musulmonlar islom dini yoki musulmonlarning terrorlik bilan bir yerda tilga ilinishini tubdan o'zgartmoqchi bo'lsa, o'zini musulmon deb atab olganlar terrorlik harakati paydo qilganda vaqaning sababining nima bo'lishidan qat'iy nazar butun musulmonlar uni terrorlik harakati deb qattiq ayblish kerak. Agar undaq bo'lmaganda boshqalarning islomni xato tushunishidan saqlang'il bo'lmaydi degan edi. Agar musulmon bo'lganlik uchun va yoki kunda Allohu akbar deb vaqirganligi uchun masala hal bo'ladigan bo'lsa, Falastin masalasi allaburun hal bo'lgan bo'ladi. Burma musulmonlarning masalasi hal bo'lgan bo'ladi. Chechen masalasi ayni vaqtda g'arbning qo'llashiga erishib, nihoyatda obdan taraqqiy qilayotgan edi. Ushtum-tut yuz bergan terrorlik voqealar tufaylidan Chechen masalasi xalqaroning qo'llashidan tamoman quruq qoldi. Hozir bo'lsa hammalar ko'rayotgandek Chechen masalasi to'g'risida hech qanday sado yo'q.
Biz musulmon bo'lganimiz uchun islom davlatlari ovozini chiqarmagan yerda xalqaroning bo'libmi g'arb davlatlarining bizni musulmonkan deb bizga alohida ishini og'irtishi notayin. Bu yerda mo'yin bo'lgan ikki narsa bor. Uning biri bizningmi boshqa insonlardek yashash haqqimiz bor bo'lgan bir inson ekanligimiz. Yana biri, agar Xitoy hukumatining muttahamligi davom qilaversa, bizga kelgan bu baloyi ofatning boshqa insonlarga keladiganligi, natijada nurg'un davlatlarning davlat manfaatining tahdid ostida qoldiganligini ta'kidlash. İrlandiyalik yozuvchi va siyosiy faoliyatchi George Bernard Shaw mundaq degan ekan: to'g'ri fursatga saqlab turma. Uni o'zing yarat. To'g'ri. Bizga foydali fursat kelsa, biz uningdan to'g'ri foydalanishni bilishimiz kerak. Agar bizga foydali fursat kelmasa, biz qanday qilib o'zimizga foydali fursat yaratishni bilishimiz kerak. Tugidi. 2019 yil 12 may.